muslimalarim, xaladis tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun toza yoshroq mol oyog'ini tanlab olsanglar, juda ham yaxshi bo'ladi. Yaxshilab yuvib olamiz, suvga solib qaynatamiz. Ozgina mol go'sht solib olsanglar, juda ham mazali bo'ladi. Men 1,5 kilo solib oldim. Qaynab chiqqandan keyin ko'piklarni olib tashlaymiz. 1 choy qoshiq tuz solib olamiz. Tuzni ko'p solmanglar, sho'r bo'lib qolish mumkin. 5 soat qaynagandan keyin suyakdan go'shtlar ajralib qoladi. Go'shtlarni olib olamiz. Suviga ziravorlar solamiz. Kalina blanka solsanglar, umuman hidi bo'lmaydi. Lavroviy lis, chesnok solishga sizdan chiqarmanglar. Go'shtni mayda qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Qaytarib idishimizga solib, bitta qaynab chiqqandan keyin idishga dekoratsiya uchun bedana tuxumlarini solib ustidan quyib olamiz. Idishda sovutib olib, ozgina sovigandan keyin sovutgichga joylab, qotirib olamiz. Juda ham mazali, tiniqqina bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.